Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum aziz muhtaram Sharq Turkistonlik qarindoshlar. Bugün haftalik video nashr kunimiz. Her birimlar bilan ortaqlaşıp atgan istihbarat savatlar tiyumizning 7. qismi. Bu qismda qarshi jasuslik haqida azroq gap qilamiz, bir puchverimiz to'g'risi va uningdan keyin yana bir mazmun, shu ikki mazmun bilan tamamlaymiz. Qarshi jasuslik. Qarshi jasuslik ilgari anti-razvedka deb e'lanlangan Uyg'urchada yoki anti-jasuslik deyilgan. Bu jasuslikqa qarshi jasuslik. Yani istihbarat xizmati qarshi tarafning sirlarini o'g'irlashla emas, yana düşman tashkilotlarning sirimizni o'g'irlashining oldini olish, düşman jasuslarini ta'qib qilish, pash qilish, tutishni o'z ichiga oladi. Qarshi jasuslik nihoyatda oson bo'lishi mumkin. Xuddi ma'lum bir ishxonada qurt izlagandek. Qurtni oldingi savatlarimizda deb o'tdik. Bu ma'lum joylarga o'rinlashtirib qo'yiladigan mikrotiplik mikrofon yoki kamera degandeklar. Yoki shifrlarni yechishdak murakkab bo'lishi mumkin. Hatto o'z tashkilotimiz ichida og'mixon izlagandek ters bo'lishi mumkin. Qarshi jasuslik qanday usulda elib berilsin. Ama sabırchanlik ve kabiliyet nihoyatda muhim. Masalan, o'z tashkilotimiz ichida düşman uchun ishlaydigan 200lik jasus. İki taraf ishlaydigan degan gap. Yoki og'mixonlarni tepib chiqish ishi to'limi sabırchanlik ve mahorat talab qiladi. Chunki azroqli xato qilsangiz, bir yaramli xizmatchimizni düşman deb bekitib uval qilishimiz mumkin. Yoki onunga signal berib qo'yishimiz mumkin. Bu signaldan keyin u jim turib olsa, aniqlash ishimiz mag'lub bo'ladi degan. Og'mixon va 200lik jasuslar deganimizning ma'lum o'xshashligimi, farqlari bor. Og'mixonlar bizning istihbarat tashkilotimiz ichida düşman tarafidan o'rinlashtirilgan yoki aslida tashkilotda ishlayotgan birini keyin setib olish orqali o'zlari uchun ishlaydigan qilingan munofiqlardir. Og'mixonlar asosan tashkilotning markazidagi ishxonada bo'ladi. Bu izlab tepish ters bo'lgan ziyni intayin ig'ir bo'ladigan bir turdir. 200'lük jasuslar, yani iki taraf ishlaydigan jasuslar, tüvende uçur toplashga avatilgan jasuslar ichida bo'ladi. Uning ba'zilari dushman tarafga setilishi mumkin. Natijada har ikki tarafga ishlashga boshlaydi. Ikki tarafga o'xshash ishlash ehtimoli tuvan. Bu hammanglar faraz qila olasizlar. Ikkili tarafga o'xshash saviyada bağlangan, o'xshash saviyada ishlaydigan bo'lishi natayin. Ko'pincha bir tarafga sodiq, yana bir tarafga soxta sadoqatda bo'lib, har ikki tarafdan pul olishi mumkin. Bundaqlarning to'lisi pul uchun setiladi deyilsa-mu, jasuslikda bo'ladigan sabablarning har qanday biri bo'lishi mumkin. Masalan, shahvoniylik, ideologiya, hasad ve nefret degandek. Anti jasuslik yoki qarshi jasuslik qanday ishlaydi? Düşman jasuslari qanday tepib chiqiladi? Bu intayin qiyin bir ish bo'lsa-mu, qarshi jasuslik mulozimatidagilarning bir muncha an'anaviy usullari bor. Shundaqla hozir javob turda shu zaman ve makonga
uygun oylab topadigan ijodkorona usullarımı var. Masalan, an'anaviy usullar deganimizda telefonlarni o'g'irlikcha anglash, gumonliq radio signallarini anglash, radio signallari bilan yo'llangan shifrlarni yeshish, shundaqla 24 soat uzluksiz kuzatish. İşxanalarda muhim maxfiy hujjatlarning birlar tarafidan axtarilmaganligini tekshirish. Agar hujjatlarga birlari chaqilgandek iznalar bayqalsa, keyingi qatim uchun to'zaq qurish, yemchik tashlash, saxta muhim hujjat davrini selish va bu hujjatni ko'rishga kelish ehtimoli bo'lgan josusni naq maydonda tutish. Josuslar bash bo'lgandan keyin qanday bir taraf qilindi? Bir necha turli bo'lishi mumkin. Öldürüş yoki turmaga qamash. Bu birinchi tur. O'zimiz tarafga tortib foydalanish. Bu ikkinchi tur. Bir taraf qilishdiki. Bu öldürüş yoki turmaga qamash deganimizdagi turmaga qamashda uni nima uchun qamaydi? Balkim ayirib tashlash uchun qamashi mumkin. Yani qarshi taraf bilan almashtirish uchun qo'llanilishi mumkin. Chunki josuslar jiq chiqim bilan tarbiyalanadigan bo'lg'achqa normalda josuslar o'ldirilmaydi. Bu davlatning bek qimmatli boyligi hisoblanadi josuslar. Shunlashqa davlatlar orasida bu josuslarni ko'p chaqilda o'ldirmasdan almashtirish vositasi qiladi yoki uzoqcha turmaga qamab qo'yadi. Endi uchinchi xil bir taraf qilish usuli bilmagan bo'lib olib. Josusni bayqab bo'ldik, bilamiz uni. Lekin bilmagan bo'lib olib, davomli kuzatish asosida tutib, üzgün bildirmesden, casusning üzgün bildirmesden iş qilish. Buni ba'zi nimalarda ko'rsizlar. Kinolarda ko'rgan bo'ladi buni. Casuslar bayqalgandan keyin bilmagan bo'lib olib, uningga doim yemchik tashlab turadigan gap. Uni aytib muhim hujjat qiyos qilib ba'zi hujjatlarni dushman tarafga, üz tarafga yoki yo'llaydi. Buning bilan dushman istixboroti qalaymaqonlashtirildi, saxta uchurlar orqali. Bulardan oxirgi usul intayin foydali. Ya'ni josuslarni bilmagan bo'lib olib ish qilish, ta'tir foydalanish. Üzgün uqtirmasdan foydalanish eng foydali usul. Josus o'zining bayqilib qolganligini bilmasdan davomli ishini qilaverdi. Biz uningga saxta uchurlarni ta'minlab dushmanni elishtiramiz. Xato qiyoslarga, xato qarorlarga keltiramiz. Agar bu usulni tatbiqlash mumkin bo'lsa, buni qilish hammasidan yaxshi. Shunga qarshi josuslikda josuslarni tutish qoldirib ketmay, mayliga qo'yib, ularni shu yo'sin foydalangan bo'lamdi yo'q, bu taraf tadqiq qilindi va foydalangan bo'lsa, foydalanishning mukammal plani tuzib chiqiladi, anda ijro qo'yildi. Josuslarni o'z tarafimizga tortib ishlatmaydi. Agar bu usul muvaffaqiyatli bo'lganda, bu nihoyat foydali bo'ladi. Chunki bir josusning o'z tarafiga xoinlik qilib, qarshi tarafga ma'lumot berishi dushman saflari uchun mo'ljalligisiz ziyon sola oladigan, hatto butun bir armiyaga teng keladigan bir qudrat demakdir. Qarshi josuslikning muhim angishtirlaridan biri mana bu. Shunga agar bir muhim josus bayqalsa, uni uzoq kuzatib, uning shaxsiy uchurlari egallanadi. Jimiki nozik halqalari, ojiz nuqtalari, havas qiziqishlari, urug' tuqqan yor birodarlarigacha to'liq egallanib, qayerdan qo'l selish haqida tahlillar, muzokaralar olib berilishi kerak. Ondan qaror qilingan ojiz nuqtasidan uning ro'yitiga ajallik zarba uriladi.
Onun ruhini yemirib tashlash lozim. Bir odamning o'z davlatiga, o'z millatiga qarshi xizmat qilishini keltirib chiqaradigan bir muncha sabablar bor. Bular haqida ilgari to'xtalgan edik. Mana shu sabablar ilgari suriladi. Nishondagi josusga manfaatlar va'da qilinadi. Mansablar va'da qilinadi. Yahudilarning deyishida har qanday narsa setiladi. Setilmaydigan narsa yo'q. Faqat bahosiga chiqa olsang. Bu mantiq bo'yicha josuslikda odamlar setib olishga tirishiladi. Casus 200'lük casusga aylantirilgandan keyin uning sadoqatini sinash uchun normalda uningga nisbatan vijdonga muxolif sanaladigan vazifa berib kuzatib beqish kerak. U sadoqatini isbotlagandan keyin anda rasmiy vazifalarni berishga bo'ladi. 200'lük casuslar o'z tarafiga ihanat qilgan bir bo'lish sifatida aman ishonchsizdir. Uning sadoqatini tutib turish uchun uningga dastlabda va'da qilingan nim bo'lsa berish kerak. Pul va'da qilingan bo'lsa pul berish kerak. Agar va'da qilingan pul berilmasa, u yana yenib oladi. Yoki va'da qilingan mansab berilish kerak. Berilmasa yenib oladi. Ammo bu ahvol urush davrida boshqacha metodlarni elib berilishi mumkin. Urush davrida. Masalan, 2. Dünya urushi davrida Germaniya tarafdan Angliyaga evatilgan josuslarning asosan hammasi degidek tutib olingan. Va ular xizmatini davomlashtirishga majburlangan. Ularga mukofot va'da qilinmagan. Majbur. Chunki ikki taraf dushman davlat. Oshkora urushda. Unda bo'lgandan keyin bu casuslar düşman devletinin içinde. Bu yerde onunla menfaat, mansab va'da qilishning acizi yok. Onu mecburlaş tamamen mümkün. Onun ixtiyorligi yok bu yerde. Şunlaşqa vajda işletilgan. Neticede bu casuslar orqali Germaniyaga davomli turda uchur yo'llanib, Germaniyaning plan tuzish, qaror ilishlarida xatolarga yo'l ochilgan. Hatta en mühim bo'lgan D kuni. İngilizcedeki D-Day. Bu ittifoqdosh armiyaning Normandiyada quruqlikqa chiqish kuni. D kuni harakatimi Germaniyaga ittifoqdosh armiya Normandiyadan emas, Calais yarim orolidan quruqlikqa chiqadiganligi haqida saqt uchur berilib, Germaniyaning asosli kuchini Calaisga markazlashtirib, Normandiyani ikkilamchi o'rinda ko'rishiga sabab bo'lgan. Lekin shuni diqqatda tutish kerakki, saxta uchur yo'llash ishi ko'rilganidek oson emas. Yolg'onli bujmani bersak, shuni yo'llasa bo'ladi deb o'ylasak, bu xato. U yolg'on shu darajada bo'lishi kerakki, ishonish kerak u. Çünkü ulama kapak emas. Ulama istihbaratçılar. Çünkü bu ulan karar ağıcılarga bağmaydı uçur degan. Aldı bilen uçur istihbarat merkeziga keladi. İstihbarat merkezida tahlil qilindi, analiz qilindi, ayırı başlandı. Ahirda onun çeşlengen yoki javhiri karar ağıcılarga bildirildi. Bu ko'ringandek oson emas. Bu uchurlar hatto butunlay saxtin bo'lmaydi. Buning deganga bular maxsus tafakkur qurilishlari, fikr guruhlari tarafidan hozirlanadigan nozik masala. Bu saxt uchurlar intayin aqlli odamlar tarafidan planliq holda ishlab chiqarildi. Çünkü düşman tarafı casuslardan kelgan her uçurga ishonmaydi. Odatda istihbarat tashkilotining ishxona xizmatchilari turli guruhlarga ayrilgan bo'lib, bularning ichida oldingi sapdan yoki dushman rayonidan kelgan uchurlarni ayirib boshlaydigan bo'limlar bo'ladi.
bu xodimlar uchurlarning rost yoki yolg'onligini nurg'un boshqa uchurlarda tilga ilingan munosabatlik jip uchlari bilan selishtirib, zidlik bormi yo'q, amaliyotga uyg'un kelamdi yo'q, ayirib chiqadi. Shunga saxt uchurlar cho'qim nihoyatda inchik tilga olinishi kerak. Birisi yana birini to'liqlasin, birisi yana birini isbotlaysin, hech zid kelib qolmasin. Hatto ba'zida ahamiyati tuvan rost uchurlarni aralashtirib qo'yiladi. Agar ma'lum bir saxta uchurga dushmanni ishontirish intayin muhim bo'lganda, uning ishontirish kuchini oshirish uchun ba'zi tuvan ahamiyatli haqiqiy uchurlar aralashtirilishi kerak. Hatto ahamiyati yuqori bo'lgan ba'zi haqiqiy uchurlarni aralashtirilishi mumkin. Masalan, vaqt xarakteri kuchlik ba'zi uchurlar qo'shib qo'yilsa, bu uchurlar dushmanga yetib borgan mezgilda allaqachon qimmatini yo'qotgan bo'ladi. Ammo aslida buning haqiqiy uchur ekanligini ko'rganda, ular buni josusning egallash va yo'llash jihatda kechikib qolganligini faraz qilibda, bu haqiqiy uchur dushmanga foyda bermaydi. Ammo uningga qo'shib yo'llangan saxt uchurlarni rost deb ishonishiga sabab bo'ladi. İstihbaratdagi uchurlarni ayirib bo'limining ishi eng muhim deyishga bo'ladi. Josuslar aytgan uchurlarning yuqoridagi allaqachon setilib ketgan, ammo setilganligini biz bilmaydigan josuslarimizdan kelgan bo'lish ehtimoli bor. Bu uchurlar dushman mulozimat o'rinlari tomonidan maxsus hozirlab berilgan saxta uchur bo'lish ehtimoli yuqori. Yoki allaqachon vaqt o'tgan, qimmat qolmagan uchur bo'lishi ehtimol. Bu ahvollar nazarda tutilganda ayiribashlash ishi hatto uchur to'plashdan muhim va nihoyat nozik. Ayiribashlashdan o'tgan va kristallashtirilgan uchurlar qaror chiqarish mexanizmiga yo'llanadigan qaror oluvchilar buningdan foydalanib qaror oladigan bo'lg'achqa, bu butun davlatni xatarga ittirishi mumkin bo'lgan noziklikga ega. Ayiribashlag'uvchilar ziyoda chechan bo'lish kerak. Xotirasi intayin kuchli bo'lish kerakki, yillar avval quliqiga ilishgan ma'lum jipuchini darhol yodiga olib, navbatdagi uchurga selishtira oladigan darajada hushyor. Hech narsaga qaramaydigan xarakterga ega bo'lish kerak. Bu yerga umum prinsiplardan bir nechini qistirib o'tay. Josuslik prinsiplaridan. Aqlli josuslar aqlli saymonlarni ishlatadi. Bu bir prinsip. Uchrashishdan keyin tadbirlik bo'l. Go'zallik xatarlikdir. Yoki ayollar mavzusi bu. Bu go'zallik deyilganda. Hargiz taslim bo'lma. Qarshi josuslikni so'zilgan ekan emas. Buning ikki tarafini tang tasavvur qilmoq lozim. Biz qarshi josuslik orqali qarshi tarafning josusligini tutmoqchi. Undaqkan qarshi tarafning qarshi josusligini bizni tutmoqchi. Buni asdan chiqarmaslik kerak. U holda aqlimizga birinchi bo'lib keldigan nima? Qachish. Agar tutilib qolsangiz bo'ladigan ziyon mo'lcharliksiz bo'lishi mumkin. Bu sizning botirligingizning taqat chegaralarini buzib o'tadigan so'roqlash usullariga duch keldiganligingizdan derak beradi. Bu istalmaydigan qismat beshingizga kelganda qanday qilish kerak? So'roqqa tirajimak. İnsan balası o'zi eng qattiq qo'g'dimoqchi bo'lgan sirlarga aloqador mavzularda gap echilsa, diqqat qiling. O'zi eng qattiq qo'g'dimoqchi. Xalq shuni bilib qolmasa ekan deb eng ensiraydigan sirlarga aloqador mavzularda gap echilsa, keraksiz yerga yolg'on aralashtirishdek psixik passivlik ifodalaydi. Diqqat qiling bunga. Sizning hayotingizda doim ko'rilib turadi. Hatto ayolingizdan bir narsani yo'shilmoqchi bo'lsanglar, ayolingizga keraksiz yerga xushomad qilasizlar. Keraksiz yerga yolg'on gap qilasizlar. Bilinib qoladigan darajadagi bir yolg'onlarni ixtiyoringizdan tashqari aralashtirib qo'yasizlar. Bu bir murakkab psixologik jarayon bu. Bu sizning mushuningga aloqador intayin muhim.
intayin qo'rqinchli bir siringizning borligini qarshi tarafga uqtirib qo'ydi. So'roqda diqqat qildigan ish bu. Masalan, bu yaqinda ko'rilgan masala bu. Bizning Sharq Turkiston surgundi hukumatining sobiq bosh ministri Ismoil Chingiz. Bu misolga to'g'ri kelib qoldi, kechiringlar. Bu Ismoil Chingizni chet ellik Uyg'urlar asosan tanimaydi. Shunga buni ikkinchi Anvar Yusuf desak, balkim biroz tushunishli bo'lishi mumkin. Mana shu ikkinchi Anvar Yusuf o'zining Xitoylar nazarida naqadar xatarlik odamligini isbot qilish, bu orqali xalqning nazaridagi qimmatini oshirish uchun kechmishidan 1987-yili vatanga borgan hikoyasini diqqatimizga sungan edi Facebookda. Ammo bu hikoyada keraksiz yerga qochoq yo'l bilan Beijing orqali Urumchiga borganlik yolg'oni qo'shib o'tilgan. Bir psixologik yengilish turdi. Ya'ni Ismoil Chingiz echilib qilishidan eng qo'rqadigan bir sir mush qatimliq safarga aloqador. Buni psixologik analizchiga olib turib desangiz, mana mush diagnozni qo'yadi. Onun eng qo'rqadigan, eng ejallik bir siri mush qatimliq safarga aloqador. Onun uchunmi ixtiyorsiz holda bir sarosima, bir paypiteklik royalti paydo bo'lib, bu safarga aloqador bu xotirasini e'lon qiladigan yozayotgan chaqida keraksiz yerga qochoq yo'l bilan Beijing orqali Urumchiga borganligini yozdi. Qochoq yo'l degan bilisizlar qonunsiz yo'l degan. Ya'ni pasportsiz. Buni bizning Uyg'urlarning nayta az bir qismi muvaffaqiyatli holda Pokiston va Hindistonga chiqyapti, Himalayalardan eshib. Baxatarlik. Ama Beijingga bir shaharning markaziga tushish uchun qochoq yo'l ishlamaydi. Endi dengiz orqali suvosti parixtida Boxay dengizi qichib kelib, u yerni suvning tagidilla shu kirish eg'izi suvning tagidan boshlangan bir yer osti yo'li bo'lsa, Tiananmen maydonidan chiqadigan. Endi uningda Beijing shahriga shunday qochoq kelgan bo'ldi. Bo'lmasa faqat qochoq kelgili bo'lmaydi. Buni bu qochoq chigirdan o'tib baqqan yoki ko'p chog'lida shu davlat atlab safar qildigan odamlar nayt asan tasavvur qila oladi. Beijingga qochoq yo'l bilan deb qochoq yo'l yo'q. Shu bu sirni yoshirishga bo'lgan jiddiychilik tufaylidan u ixtiyorsiz holda mana shunday bir yolg'onni qetib solgan. Bir Turkiya fuqarosi normal yo'l bilan Sharq Turkistonga berishi tamoman mumkin. Bo'libmi u chaqlarda 1987-yillari. Tamoman mumkin. Normal yo'l bilan borganligini desa, go'yo gumon qo'zg'ab qo'ydigandek bir xil endisha, ichki parakandichilik, sarosima mana shunday psixik yengilish qilib qolgan. Bunday psixik yengilishlar normalda shaxsning ixtiyoriga boqmaydi. Albatta ixtiyoringiz baqsin tizginlab olasiz. Ixtiyorsiz yo'sinda yuz beradi. Demak, mana shunday yolg'onlar aslida o'zini pash qilishga barobar keladi. Shuning uchun siz bir istixborotchi bo'lish sifatida dushman tarafga tutilib qolgan chig'ingizda bunga diqqat qilishingiz kerak. So'roqlarga beradigan javobingizda keraksiz yerga yolg'on gap qilishdan saqlaning. Rostini desimi hech nima bo'lmaydigan bir ishga yolg'on aralashtirish gumonga sabab bo'ladi-da, qiyin qistoqlarni mana shuning bilan avjiga chiqishi mumkin. Bu qiynoqlar nayta yo'riq chiroqlarda uxlatmaslik,
yuqori ovozlar orqali mingni toldirish, aqlni malaman qilish, och qo'yish yoki qorong'u joyda uzun muddat qoldirish. Shundaqli qo'rqinchli gaplar, qo'rqinchli oqibatlar. Yillardan biri sizning arzimas bir ekanligingizni sezdirmoqdir. Sizga pisand qilmaydi. Hech kimga bir chivinchilik qadringizning yo'qligi sezdiriladi. Bu holda qilinadigan birdan bir ish temkin bo'lmoqdir. Esingizdan chiqarmaslik tegishli bir nuqta, sizni tutqanlar ko'ringunidan oz narsa biladi. Hammani biladigandek ko'rinadi sizga, ashunda bishorat beradi sizga, ammo ko'ringunidan oz narsa biladi. Şunu ularni hamma ishni biladi ekan deb cho'chib ketmang. Yolg'on mashinasiga bog'lanishingiz mumkin. Shunga yolg'on mashinasini aldashni bilib oling. Yolg'on mashinasi odamning yurak ritmi hayajonda ma'lum darajada o'zgaradiganligi, ya'ni kadrogram xaritasida ko'rinadigan egri siziqlarning jiddiy holda yuqori-tuban bo'lishini asos qilib ishlangan mashina bo'lib, ma'lum mashq ko'rmaganlar har qancha o'zin tutib olgandek qilsa-mu, baribir uning ixtiyoridan tashqari yurak harakati ma'lum ritm o'zgarish qilmay qolmaydi. Yolg'on mashinasiga bog'langanda oldi bilan apqashti savollar so'ralishi mumkin. Qo'zg'ong'achmi? Usudingmi degandek. So'roq natijasini buzish uchun avvalgi apqashti savollarga javob berganda o'zingizni hayajonlantiradigan aslamalarni xotiringizga keltirib javob bering yoki azobli kechmishlarni eslab turib, bu orqali yurak harakatingizni tezlashtirib, natijani qalaymiqon qilishingiz mumkin. Resmi savollar so'ralganda o'zingizni besib oling. Buning uchun xotiringizga o'zingizni xotirjam qiladigan xotirlarni keltiring. Bundan boshqa menejish usuli orqali sizni taslim qilishi mumkin. Buningda ximiyalik dorilarni ishlatadi. Besiq so'roqlar, ya'ni uzoqqa so'zilgan so'roqlar orqali meningizni toldirib degan manzilga keltirishi mumkin. Hatto hipnozlikni qo'llanishi mumkin. Bugungi kunda ximiyalik dorilarning taraqqiyotidan aytganda, hatto qattiq qiyin qistaqqa hojat qolmasdan irodangizni yumshatilishi mumkin. Sizni g'oyasiz, fikrsiz, o'ylash iqtidori, his tuyg'usi bo'lmagan bir holga keltirib qo'yishi mumkin. Buni bugungi Xitoylarning natsiz uslubidagi, ammo uningdanmi dahshatliroq holatda taraqqiy qilgan kamplarda yo'l qo'yayotganlardan bilish mumkin. Kamplardagilar hatto emchakda bolasi va onalar emchikka iyib iqivatsimi usti. Bolasini xiyol qilmaydigan, bolasi haqida o'ylamaydigan qilib qo'yilgan. Bir dahshat bu. Qarindoshlar. Bu inson bolasi duch kelgan eng qo'rqinchli bir qismat bu. Bizning millatimizning boshiga kelayotgan bu qismat. Buningda shuni fahmaytamizki, bugungi kunda odamning aqliy iqtidoriga, hissiyotiga salbiy ta'sir ko'rsatadigan ximiyalik dorilarning taraqqiyoti bizning mo'ljalligimizdan jiq uzoqqa ketaydi. Şuna qiyin qistoqlarga hojat qolmasdan, faqat sodislik nuqtasidan Xitoylar boshqalarning azobidan huzurlanadigan bo'lg'achqa azoblashi mumkin. Ammo azoblashga ehtiyoj yo'q holda irodangizni sundirib yetalaydigan dorilar bor. Bugun u taraqqiyotga keldi. En yaxshisi qo'lga tirikishmaslik uchun qo'ldan kelganini qilish. Qechishga aloqador ba'zi qurol saymonlar bo'lib, bularning ba'zilari josuslarga vazifaga atlanishdan burun berilgan bo'ladi. Ba'zi qechish qurollari tutqun qilinganlarga bir yo'llar bilan turmaga kirgizilishi mumkin. Ya'ni turmadagilarni qutuldirish uchun. Qechish uchunmi kashfiyot talantingiz bo'lishi kerak. Atrofingizdagi mavjud narsalardan foydalanib, maqsadingizga uyg'un qurollar yasash uchun mana shunday ijodkorlik bo'lmasa bo'lmaydi. Pamova deydigan gapimiz bor Uyg'urchada. Pamova bo'lishingiz kerak.
Chunki hamma narsa oldin tayyor qilib qo'yilgan bo'lmaydi. Bir tal mixdan foydalanib ochqich yasash degandeklarga pam ketadi. Oldin tayyorlab beriladigan yoki tayyorlab olinadigan narsalar bo'lsa-mu, ular sizning sharoitingizga uyg'un kelmay qolishi mumkin. Masalan, turib qiyofatingizni darhol tunug'un bo'lmas qilish uchun kerakli bo'lgan odatli kiyim-kechaklar. Asirlar yoki boshqa tutqunlarning ustidagi kiyim bilan qochish, xuddi men qochqin deb e'lon qilganga barobar bo'ladi. Shunga kiyim-kechak bo'lish kerak. Xarita bo'lish kerak. Ba'zi siz notanish bir muhitda tutqun bo'lsangiz, qayerdan qayerga qochish haqida aniq bir fikringiz bo'lishi kerak. Siz masalan shaharning chetidagi bir kampdan qochib, dal shaharning kimdiga qarab qochayotgan bo'lishingizni qanday bilasiz? Dal dushmanning harbiy gazarmasi va tarafga qochayotganingizni nerdan bilasiz? Onun uchun xarita. Ba'zida siz notanish bir muhitda bo'lsangiz, xarita hatto tashqi jihatdan moslashadigan yo'l boshlovchi bo'lish kerak. Bu notanish muhitni bilish uchun xarita bo'lmasa, ya hech bo'lmaganda shu yerlik bir moslashuvchi bo'lmaydi. Ikkinchi dunyo urushi davrida asir kamplarga kirgizilgan bir shaxmat qutisi aslida Yevropa xaritasi bo'lib, chas siziqlar va uruqlarga yoshirilgan. Bundan boshqa yoshirin pichoq yoki kichik tig'. Buni oyoqning chamiga, tangi pullarning qetiga yoshirish mumkin. Ya'ni bu oldin shunday o'rinlashtirilgan. Bunday tutqunlikdan qochishga aloqador nurg'un filmlar bor. Bu filmlarni ko'rish orqali ba'zi tasavvurlarga kelish mumkin. Umuman jasuslikqa qiziquvchilarga bir tavsiya: bo'sh o'tkazadigan vaqtingizning bir qismida razvedka filmlari, turmadan qochishga doir filmlarni ko'rib qo'ysangiz, tasavvuringizga ilhom bo'lib qolishi mumkin. İstihbarat faaliyetlerinde en ko'p uchraydigan ishlardan biri soxtalik. Bularni tasavvur qila olasizlarki, soxta kimlikdan tortib, soxta hujjatlargacha, soxta pullardan tortib, soxta pasportlargacha. Bu uzrab ketgan bir soxtalik karvoni. İstihbarat tashkilotlarining bir bo'limi maxsus mana shu soxtachilik korxonasidir. Bu yerda har qaysi davlatlarning soxta kimliklari, pasportlari, pullari, markalari, yani pochta markalari, mahsulotlari ishlab chiqarildi. Bir filmda shunday bir soxtalik o'rnak ko'rsatilgan. Sovet qizlar armiyasining askarlari bir o'rmonlikda bir qizlar armiya askarining o'ligini uchirdi. Bular asli razvedchiklar. Razvedchiklar bo'lganligi uchun o'zlari payloqchilar, Uyg'urchasi. O'zi payloqchi bo'lganligi uchun hamma narsaga diqqat qila oladigan, hamma narsadan gumon qilib turadigan bo'lg'achqa, bu o'lik qizil askarining uchisidagi kiyim gruppining beshidagi payloqchining diqqatini qo'zg'aydi. Qanaqdir biroz o'xshamagandek qiladi bu kiyim. Va uning raxtini tutib baqqandan keyin ko'rdiki, bu o'zining uchisidagi kiyimning raxti bilan o'xshamaydi. Raxtning tegi o'xshamaydi deymiz, bu tegi o'xshamaydi. Rengi o'xshash bo'lgan bilan. Raxtning tegi o'xshamaydi. Birsi siptiroq to'qilgan, birsi qo'polroq to'qilganda. Bunga qarab bu payloqchi bir Germaniya istihbarat gruppasi yoki razvedka gruppasining Sovet ittifoqi orqa sepiga tashlanganligini parashyutdan yoki boshqa shaklda orqa sepga buzg'unchilik uchun avatilganligini faraz qiladi. O'lik aslida Germaniya askari, nemis askari. Buni faraz qiladi. Bundan biz shuni ko'ra olamizki, bu Germaniya askari kiyib olgan qizil askar kiyimi
aslida o'lgan qizil askar yoki asirga tushgan qizil askarlarning uchidan soldurib olingan kiyim bo'lmay, Germaniyaning o'zida tikilgan. Demak, ularning Sovet qizlar armiyasining formasini tikadigan bir korxonasi bo'lgan. Buni faraz qila olamiz. Endi saxt yo'l xiti, saxta ahliyat, keraklik har narsaning saxtasi yasalib ta'minlandi. Siz boradigan davlatda ishlatiladigan har narsaning saxtasi. Lekin bu ba'zida oldin ta'minlanmagan ahvolda, dushman rayonida tuyuqsiz oldin o'ylab ko'rilmagan ahvolda lozim bo'lib qoladigan ahvollar ham ko'rildi. Shunga buningga tayyorlik bo'lishi. Bu saxtachilik hüneridanmi bir az o'rganib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Oldin tayyorlangani mos kelmay qolishi mumkin. Buning uchun shu yerning sharoitiga uygun keladigan, masalan, ba'zi yo'l xiti, ba'zi vaqtlik kimlik, ba'zi alohida ahvollarda yo'lga qo'yilgan yo'l xatlarining vaqt xarakteri bo'ladi. Sizning ko'tarib kelganingizning balkim vaqti o'tgan. Agar uni ko'rsatsangiz darhol bilinib qolasiz. Shu yerda tutilasiz. Uning uchun qanday qilish kerak? Unda tekshirib o'tkazadigan yerdan o'tishdan burun shu yerlik insonlarning ko'z tutib o'tayotgan yo'l xatidan birini o'g'irlashingiz kerak. Va uningga taqlid qilib, o'zingizga birini yasashingiz kerak bo'ladi. Bu mavzu astidagi savatlarimizning oxiriga keldik, qarindoshlar. Qaylangan kitobda bundan keyin josuslikning qisqacha tarixi bor ekan. Ba'zi mashhur josuslar tunishtirilgan ekan. Buni keraklik ko'rmaganligim uchun bu yerda daxillashtirishni to'g'ri topdim. Keyingi qatimda boshqa kitoblardan foydalanib, yana istixborotga oid uchurlarni qarindoshlar bilan ham bahrlashni davom qilaman. Oldingi videoga yozilgan inkasda bir qarindoshim savol so'rabdi ekan. Uningdan Alloh rozi bo'lsin. Men talab qilayotgan savollar mana shunday savollar. Bu mening izlanishimga vasila bo'ladi bunday savollar. Meni ish qila olasizlar. Va bu ma'lum darajada bu qilayotgan ishimizning bir kishilarga o'zlashayotganligidan darak bergachga bu ilhom bo'ladi ham. Men bu mani oldin tayyorlab qo'yganligim uchun u savolga javob berishni keyingi qatimga qoldirdim. Shunga bu qarindoshimiz savolimga javob bermaganga o'xshaydi deb qolmasin. Kelar haftada o savolga javob beraman inshaalloh. Hammanglarga Allohdan salomatlik, ishlaringizga muvaffaqiyat tilayman. Xayr xo'sh. Allohga emanet.